Bunaqasini aniq ko'rmagansizlar. Atir ichida gul urug'i. Chunki har bir ayol borki, gulni yaxshi ko'radi. To'g'rimi? Kimgadir yoqadi lola, kimdir atirgul shaydosi. Hozir ham atir ochyapmiz. Nahot paketlarni ochdim. Gul urug'i bor ekan. Tabiatni yanada go'zallashtirish uchun kompaniya shuni qo'ylab topgan ekan. Mana atirimiz ifor вообще zo'r, stoykisi ham zo'r. Qizim aytadi, mana qopqog'i mana shu gul urug'i deydi. Yo'q, qopqog'ida emas gul urug'i buni qizlar. Ya'ni mana idishida mana urug'lari solib qo'yilgan. Mana urug'lar. Ko'rasizlar? Mana urug'lar. Gulning urug'lari bo'tdi. Endi ikkinchi qismida men buni ekib ko'rsataman sizlarga va gulim qanaqa o'sib chiqayotganini sizlarga ko'rsataman. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana idishlarida urug'lari, gulli urug'lari mana. Mana qora-qora bo'lib turibdi-ku, mana. Hamma yog'ida gul urug'lari. Atirimiz iforaga keladigan bo'lsak, yog' kunlariga juda ham tushadigan, o'ta shirin bo'lmagan, odamni boshini og'ritmaydigan, kayfiyat beruvchi stoik atirlarimizdan bittasi.